Italiya taomi bo'lgan lazanyani hali o'zbekcha variantini ko'rmagansiz. Eng mazali uslubda lazanyani tayyorlaymiz. Yog' bilan qizdirilgan tovamizga to'g'ralgan piyozlarni solib, oltin rangga kirguncha qizartirib olamiz. Ketidan eng mazali ta'mni beruvchi kabachki yoki baqlajonni solib, keyin kerakli ziravorlarni ham solamiz. O'zbek oshlari sabzi bilan mashhur bo'lganidek, lazanya ham sabzisi bilan mashhur. 3 xil turdagi tomat pastalarini solib aralashtirib, ketidan ozgina shakari sovoramiz. Eng kulminatsion jarayonida esa Atabekov va halol sertifikatga ega mol go'shti tushonkasidan foydalanamiz. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Italiyani urf-odatini buzgan holatda lazanyani tushonkadan qilamiz. Qiyma ozgina dimlanguncha biz bu yerda lazanya uchun beshamel sousini tayyorlaymiz. Eritilgan sariyog' ustiga unimizni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, quyilgandan keyin sutimizni qo'shamiz. Hammasi bitta massa bo'lguncha aralashtirib, xuddi shunaqa holatga kelgandan keyin alohida idishga sous solib, ustidan xamirlarni joylashtirib chiqamiz. Ishlarni yana ham osonlashtirmoqchi bo'lsanglar, magazinlarda sotiladigan 5 barmoq xamirlardan foydalansanglar ham bo'ladi. Videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda mahsulotlarni joylashtirib, keyin bo'lsa gaz yoki pechga 180 gradus 30-35 daqiqaga qo'yib yuborasiz. Xohishingizga ko'ra ustidan yaxshi eriydigan sirlarni ham cho'rqa qilib sovorsanglar bormi? Ko'rinishini o'zi gapirib yuboradi. Italyancha yo'q, o'zbekona uslubda tayyorlangan tushonka solingan lazanyamiz tayyor. Olinglar.